Uzul PHP dersligi 25 qism PHP süzgüç. PHP'deki süzgüç haqida süzgüç kelish manbasi bexatar bo'lmagan o'rinlardan yo'llangan uchurlarni tasdiqlash va süzish iqtidoriga ega. Torbatlarning asosan degdek sirtqi uchur kirgizgichisi bo'ldi. Shunga kirgizilgan uchurlarning bexatarligiga hukm qilish va yomoniyatlik uchurlarni suzib etish kerak. Sirtqi uchurlar tuvandikilarni o'z ichiga oladi. Masalan, sonliq uchur jadvalining kirgizgichisidan yo'llangan uchurlar, cookies, mulozim turdagi o'zgarguvchi miqdorlar, sandandan uchur izlash natijasi qatorliqlar. Bunun qarta bir ulgu misal qaraydigan bo'lsak, bu ulgu misolda masalan bu ism, yosh qatorliq qiymatlar qarta buningki suzish qiymatini bu yerda belgilab, bu yerda yosh qiymatniki qiymatini birdan eng kichik qiymatni 1, eng cho'ng qiymatni 120 deb birdan 120 gacha bo'lgan butun sonli qiymatni oldi degandan iborat aniqlik bergan programmani yurgizsak, programda bu yerdagi yoshning qiymati cho'qim 1dan 120 gacha bo'ladi deb bunda ko'rindi.